yo'lga chiqqanimizga 1,5-2 soatcha vaqt bo'lib qoldi akalar. O'sha vaqt mobaynida 5-6 akalarimizdan lishniy сообщениеga xat jo'natilgan, ya'ni bitta mashinaning nomini aytishganda o'sha mashinadan nima farqi bor, nima yaxshi tomoni bor, nima yomon tarafi bor, o'shani aytib o'ting deb so'rashibdi. Xo'p, bemalol kommentariyada savol yo'llasalaringiz bo'ladi akalar. Xat jo'natish shart emas, ya'ni kommentariyani o'zida javob qoldirishga albatta harakat qilaman. Va albatta bu javobim meni shaxsiy fikrim bo'ladi. Har bitta odam o'zining fikri bo'lgandek, bu ham meni shaxsiy fikrim bo'ladi. Bittasini maqtab, bittasini yerga urish bo'lmaydi bu yerda. Endi agar yaxshi yomon taraflarini bilishni xohlasalaringiz, ertadan boshlab bizga qo'ng'iroq qilib, showroomimizga tashrif buyuring. Haydab ko'rasiz mana shu mashinani hamda o'zingiz o'sha aytib o'tgan mashinamiz bilan solishtirib farqini ko'rasiz.